Bor musor mana shuni ichiga to'lib qolsa, ozgina muammo bo'ladi. Mashinangiz yaxshi ishlamaydi, yurishida muammo bo'ladi. Ertalab qizishida yoki ertalab zavod bo'lishida parapanda zavod bo'lishi qiyin bo'ladi. Mashinani ishlashi detonasiya bilan ishlaydi. Shu jihatlarga e'tiborli bo'linglar. Bu Tracker avtomobilimiz 47 litrlik propan gaz ballonda. Ma'lumot o'rnatib ketaman. 80%, 85% gacha propan zapravkada to'ldirish tavsiya etiladi. O'zini birkasida ham yozib qo'ygan 80-85% gacha to'ldirib yurish. To'liqligicha to'ldirib bo'lmaydi, tavsiya etilmaydi. Bu Trackerimiz shahar ichida eng kam yursa 350, 400, 430 gacha yurishadi shahar ichida. 450 gacha. Trassada 500, 550 gacha masofani bosib o'tyapti. Bir mijozimiz 600 kilometrda o'chdim deb ma'lumot berdi bizga. 47 litrlik propan gaz ballonda. Hozir propanning narxi 7,5 ming so'm, o'shanga taqqoslasalaring bo'ladi. 43 litrda va 250 ming, 260 mingga to'ladi shunda. O'shani hisobini olinglar. Bu yerda Kia Sonet avtomobilimizga o'sha italyanskiy Rail brendidan ishlab chiqarilayotgan tezkor 2 o'rnlik farsunka bilan o'rnatib berilyapti. 4 silindr va 4 tali farsunka o'rnatib berilyapti. Bunga ham Alex Polshada ishlab chiqarilgan Alex brendidan blok boshqaruvlarini o'rnatib berilyapti. Hamma jihozlar original qilib o'rnatilyapti. Bunga ham ko'rishlaring mumkin reduktorini Tomasetti brendi Italiyada ishlab chiqarilgan eng yaxshi sifatga ega bo'lgan reduktori bilan o'rnatib berilyapti. Mana propan gaz ballonda joylash holati qanaqa turadi ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Sifati eng yaxshi bo'lgan Belarusiyada ishlab chiqarilgan. Bekorga doim Belarusiyaninkini o'rnatmaymiz. Xitoynikida ma'lumot o'rni aytib o'tib ketaman. Xitoydagi 600 ming so'm raziniya beradi. Klientlar bir xil klient mijozlar arzoniga qiziqadi, telefonda dogovor qiladi, kelib turib yo'l-yo'l arzoniga uchrab, arzonni qo'yib ketishadi. Ma'lumot o'rnida bu ballon Belarusyaniki qattiq bo'ladi, metall qalinroq bo'ladi. Xitoydagiga nisbatan yuqori bo'ladi Xitoydagi, metalli ozgina bo'shroq bo'ladi. Bu narsalarni o'sha sinov jarayonida tekshirib ko'rganmiz. Bekorga aytib o'tmaymiz. Arzlar sizga ham shunday sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa yoki o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bizni videolarimizga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yo'qda yana Damas 3 avtomobilimizga 3 ta 30 litrlik metan gaz ballonini 4-pakelina qilib original jihozlari bilan o'rnatib berilyapti. Hozir ko'rsatib o'taman. Mana ballon turish holatlari. Sizga ham shunaqa sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Chiroyli qilib, mustahkam qilib o'rnatib berilyapti. Mana bu ballonni o'rnatish jarayoni. Shopir tomonga bunaqasiga joylashtirib berganmiz. Bu Damas 3 avtomobilimiz zapravkada 100 ming so'mga to'lsa, trassada 250-300 kilometr masofani bosib o'tadi. Ma'lumot o'rnidan aytib o'tib ketmoqdaman. Kimga qiziq bo'lsa, oldiga qo'yiladigan jihozlar bilan qisqacha tanishtirib o'tadigan bo'lsak, original zapravshnisi bilan Xitoyda ishlab chiqarilgan X reduktori 1 yil kafolatga ega reduktor bilan o'rnatib berilyapti. Farsunkasi italyanskiy Rail brendi ostida ishlab chiqarilgan. Doim bekorga bu farsunkani maqtayvermayman, chunki maqtaganicha bor, eng sifatli, chidamli bo'lgan farsunkamiz. Blok boshqaruvi Yevropa gaz brendi Basika 24/4 Polshada ishlab chiqarilgan eng aqlli bo'lgan blok boshqaruvlarimizdan. Yana bir Kia Sonet avtomobilimizga 47 litrlik Belarusda ishlab chiqarilgan propan gaz ballonni chiroyli qilib, mustahkam qilib o'rnatib beryapmiz. Zapravshniga termo trubkalari bilan o'rnatdik. Oldi jihozlarga qisqacha tanishtirib o'tadigan bo'lsak,
Blok boshqaruvi Polsha brendi Alexdan eng yaxshi bo'lgan sifatga ega blok boshqaruvlarini o'rnatib berilyapti. Hali buni farsunkasi, reduktorlari o'rnatilmagan. Buni blok boshqaruvi Alex brendi Polshada ishlab chiqarilgan. Optima Expert 8 injektorga moslashgan. Bu Kia Sonet'lardagi 8 injektor. O'shaning uchun mana shu blok boshqaruvlardan o'rnatib beryapmiz. Reduktori italyanskiy Tamasetta Achille brendi AT09 modeli eng yaxshi sifatga ega bo'lgan italyanskiy reduktor. Farsunkasi ham Real brendidan italyanskiy 2 ohmlik tezkor bo'lgan farsunkamiz bilan o'rnatib berilyapti. Bu avtomobilimiz ham trassada 500 km dan oshiq yuradi. Shahar ichi 400-450 km masofani bosib o'tadi. Bizning manzilimiz qisqacha tushuntirib o'tadigan bo'lsak, Sirdaryo viloyati Guliston shahrida joylashganmiz. Bu yog'i Sardobadan trassadan kelishda, Jizzaxdan kelishda Sardobadan o'tganda Gulistonning ichiga o'ng tomonga katta trassa bor, 18 km masofani bosib, mana shu o'ng tomonga burilib ko'prikchadan kelib Yevropa gaz metan gaz servisga propan metan gazlarning eng original jihozlarini o'rnatib beramiz kelsalaring. Biz Anhorda bo'yida joylashganmiz. Bu yog'i Toshkentdan kelishda most oldidan o'ngga qarab katta trassadan burilib ketasizlar. O'sha most tagidan 16-17 km to'g'riga yurib, svetofordan o'ngga qayrilib 2 kilometrda bitta qayrilib olish bor. Qayrilib olib 30-20 metr yurib, o'ng tomonga burilib mana shu ko'prikchadan o'tib kelsalaring bo'ladi. Azizlar, biz borini borda aytamiz, yolg'on yaxshi gaplar yo'q. Jihozlarni siz tanlaysiz, biz o'rnatib beramiz. Original, Xitoyni o'rnatib beramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero bosilgan like'larni YouTube ko'proq insonlarga tavsiya qiladi. Insonlarga manfaati tegishini xohlayman. Xo'p, ma'lumotlarga kelsak, yana bu Tracker avtomobilimizga ikkita bazasiga, keyin 47 litrlik ballon bilan oldi jihozini polniy obudi funksiyali original qilib 4,5 million so'mga o'rnatib berdik. Bu Kia Sonet avtomobilimizga 47 litrlik oldi jihozlari o'sha 8 tali injektorga mos tushadigan blok boshqaruvlari bilan original qilib o'rnatib berdik. 4,6 mingga o'rnatib berildi. Bu Damas 3 avtomobilimizga 3 ta 30 litrlik metan gaz ballonni 7,5 million so'mga qilib o'rnatib berdik. Oldi jihozini 4-paketini original variantlarini qilib o'rnatib berdik. Bu Kia Sonet avtomobilimizga ham bir xil narxda o'rnatildi. 4,6 ming so'mga o'rnatib berildi. 4,6 ming so'mga o'rnatib berildi. Azizlar, sizga ham shunday sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa yoki o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yevropa gaz doim sizlarga sifatni tavsiya qiladi. Tanlovda adashmanglar.